Real Madrid jamoasini sindirgan Osiyo qiroli kecha klublar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tdi. Unga ko'ra, yumshoq H, ya'ni H guruhidan o'rin olgan Real Madridga go'yoki azaliy raqiblar atayin bir xonaga qamab berilgandek. Zalsburg, Pachuca va Al Hilol. Realchilar o'z yurishlarini Osiyo Realiga qarshi boshladi. Nima uchun Osiyo Reali deganimni asosiy sababini tezda bilib olasiz. Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilib tushunga? Buni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Al Hilol jamoasi Saudiya Pro Ligasini 18 marta yutgan. Valiahd Shahzodasi kubogini 13 marta, Saudiyaning eng nufuzli musobaqasi Qirollik kubogini 10 marta, Saudiya Super kubogini 3 marta, xalqaro maydonda Osiyo Chempionlar Ligasining 4 karra chempioni bo'lsa, 5 marta final boy berilgan. Bu esa Osiyoda mutlaqo rekord. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatidagi eng yaxshi natijasi bu ikkinchi o'rin. 2022-yil finalda aynan Real Madrid jamoasiga final 5-3 hisobida boy berilgan. Al Hilolning umumiy sovrinlari 65 dan ortiq. Kecha esa Real Madrid yangi bosh murabbiy qo'l ostida ilk uchrashuvini Al Hilol bilan durang o'ynashdan boshladi. Ha aytgancha, Al Hilolning murabbiyi Simeone Inzaghi Yevropa Chempionlar Ligasidan keyin Al Hilolga ko'chib o'tganidan xabaringiz bor. Ikki murabbiy bir-birini yaxshi taniydi. Sal avval Xabi Alonso o'zining Bayer Leverkusen dorichilar jamoasi bilan Interni mag'lub etgandi. Eldor Shomurodov MLSga ketadimi degan savollar dolzarb bo'lib turgan bir vaqtda ijtimoiy tarmoqlarimizda har xil mishmishlar tarqalayotgani rost. Aslida Atalanta United jamoasi qo'ymaydi shekilli. Jahon chempionatining so'nggi bosqichida Qatarga qarshi urgan golini ko'rgan uncha-muncha jamoa Eldorni o'z tarkibida ko'rishini istashi tabiiy. O'sha kuni Eldor asal ari vazifasini bajarib berdi. Uzoq masofalardan, uzoq yillar davomida to'plangan shirasini lahzalar ichida asl holatga keltirib, bizlarga asal sifatida taqdim etdi. Tan olishim kerak, tomoqdan oldi bu asal. Mazasi boshqacha, qandaydir Italiya A seriyasini ta'mi keladimi? Mendagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Eldor Shomurodovga Turkiyaning bir yo'li 5 nafar klubi kurash olib borayotganligi ma'lum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beshiktosh va Trabzonspor klublaridan katta qiziqishlar bo'layotgan bir paytda Istanbul Beshikshahar klubi o'zbekistonlik hujumchining vakillari bilan muzokarada kelishuvga erishganligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Ma'lumot uchun 29 yoshli futbolchining 2026-yilning yozigacha tuzilgan shartnomasi tugashiga oz muddatlar qolgan. Roma esa futbolchini sotib yuborishga tayyor. O'tgan mavsumda Shomurodov barcha turnirlarda 37 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Eronlik hujumchi Mehdi Tarimi 32 yoshida Inter jamoasi bilan 3-hujumchi vazifasiga rozi bo'lib yurgan paytda Eldor MLS yoki Turkiya chempionatiga ketishga hali yoshlik qiladi. Meni qarashlarimga ko'ra A seriyada yana 2 mavsumcha qolgani ma'qul. Ungacha bir qator yoshlarimiz Yevropaga uchirma bo'lib, Eldorni o'rnini egallashlariga umid qilib qolamiz. Keyingi videolarni sizga taqdim etgunimcha o'zingizni ehtiyot qilib turing. Ko'rishguncha salomat bo'ling.